Assalomu alaykum hammaga. Lobarxon oshxonasiga xush kelibsiz. Bugun biz sizlar bilan tez va oson tayyor bo'ladigan bulochkalar tayyorlaymiz. Buning uchun bizga bir stakan iliq sut kerak bo'ladi. Stakanimizdagi sutga 1 osh qoshiq durji, 1 osh qoshiq shakar solib, 1 chimdim tuz solib, 5 minut og'zini yopib qo'yamiz. Apara xamirimiz oshgandan so'ng 3 ta tuxumni solib, venchikda yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Keyin ortidan shakar solamiz tabimizga qarab. Keyin xamir qorilgan xamirimiz tayyor bo'lganda ustiga pista yog'i surib olamiz. Orada 2 soatga xolodilnikka oshirgani yuborib olamiz. Xamirlarimiz oshib chiqqandan so'ng uzun zuvala qilib hammasini bo'laklarga bo'lib chiqamiz. Keyin ularni dumaloq shaklga keltirib olamiz. Bu yog'iga umuman un ishlatmaslik ham bo'ladi. O'zi yog'li bo'lganligi uchun o'zi yoyilib beradi. Dumaloq bo'lgan zuvolachalarni hammasini mana shunaqa dumaloq shaklda yoyib olamiz. Keyingi yoyib bo'lingan xamirlarimizni hammasini bir xil tarzda taxlab, ularga keyin vareniy solib chiqamiz. Vareniylarni ham xamirimizga solganimizda chiroyli qilib bekitamiz. Boshqa chiqib ketmasligi uchun pishayotganda vareniyni solib, yaxshilab atrofini bekitib, keyin o'rab olamiz. Mana shunaqa shaklda hamma xamirimizni mana shunaqa vareniy solib o'rab chiqaveramiz. O'rab bo'lganimizdan so'ng hammasini listga taxlaymiz bittalab. Listga chiroyli qilib terib bo'lganimizdan so'ng bitta piyolamizga 1 choy qoshiqda yog' solamiz. Yog'ni ustiga bitta tuxum chaqib olamiz. Tuxumni ikkalasini aralashtirib, taxlangan bulochkalarimiz ustidan surib chiqamiz. Chiroyli qilib tuxum bilan yog'ni surib bo'lganimizdan so'ng gaz pechiga 160 gradusda 60 minutga yuboramiz. Mana oradan vaqt o'tgandan so'ng ochib qaraganimizda mana bulochkalarimiz shunaqa ishib, shirin bo'lib pishgan bo'ladi. Mana shunaqa qip-qizil bo'lib pishgan bo'ladi. Mana endi buni olib bemalol dasturxonga tortsak bo'ladi. Ichlari sochni, o'zi yumshoq bo'lgan, shunaqa mazali, og'izda eriydigan shirinligimiz tayyor bo'ldi. Hammaga yoqimli ishtaha.